Bola huquqlari. Bolalar kelajak poydevori. Bola huquqlari.uz huquqiy, mantiqiy, ko'ngilochar interaktiv portal O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmoniga asosan yaratilgan. Yosh avlodning huquqiy bilimlarini oshirib borish, bolalarni kichik yoshdanoq qonunga hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida portal faoliyat yuritadi. Portalning bosh sahifasida bolalarning huquqlari, erkinliklari va majburiyatlarini o'z ichida jamlagan, yosh avlodning huquqiy savodxonligini oshirish uchun xizmat qiladigan quyidagi foydali bandlar mavjud. Huquqiy o'yinlar, huquqiy darsxona, sizning lug'at, video galereya. Portalda bola huquqlariga oid quyidagi bo'limlar mavjud. Huquqiy darsxona, konstitutsiya, davlat ramzlari, sizning lug'at, xavfsiz bo'lay desangiz, video galereya, olimpiada, yangiliklar, qonunchilik hujjatlari, ota-onalar uchun, o'qituvchilar uchun. Ota-onalar uchun bo'limida quyidagi bandlar mavjud. Maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, farzand asrab olish, ota-onalarning burch va majburiyatlari. Davlat ramzlari bo'limida quyidagi bandlar mavjud. Davlat gerbi, davlat bayrog'i, davlat madhiyasi. Qolaversa, portalda bolalar uchun qiziqarli bo'lgan va o'z bilimlarini tekshirish imkoniyatini beruvchi interaktiv o'yinlar va bosh qotirmalar mavjud. Shuningdek, bola huquqlariga oid qo'shimcha axborot hamda yangiliklar bilan tanishish uchun bola huquqlari.uz huquqiy axborot portaliga tashrif buyurishingiz mumkin.